kuyishni oldini olish. Kuyish eng dahshatli jarohatlar qatoriga kiradi. Ular baxtsiz hodisalar natijasida, e'tiborsizlik tufayli yoki xavflarni anglamaganligi sababli yuzaga keladi. Ko'plagan kuyishlarni oldini olish mumkin. Ushbu video kuyib qolishning umumiy usullarini va ularni oldini olish uchun nima qilish kerakligini o'rgatadi. Olovda kuyish. Ochiq olovda, ayniqsa yerda ovqat pishirganda uzun va keng kiyim yonib ketishi mumkin. Buning o'rniga yonayotgan o'tinlarni o'choq ichiga soling va ovqat pishirayotganda uzun, keng kiyimlarni kiymang. Bundan tashqari, xavfsizroq pishirish moslamasidan foydalanishga harakat qiling. Masalan, gaz plitasi, tok pechkasi yoki quyosh pishirgichi. Bolani yoki o'zini yomon tutadigan tutqanoqli odamni hech qachon ochiq olov bilan yolg'iz qoldirmang. Oshxona pechidan foydalanganda keng kiyim ham yonib ketishi mumkin. Kuyishning oldini olish uchun ovqat pishirish vaqtida keng kiyimlarni kiymang yoki fartuk taqing. Olov ustidan narsalarni olmaydigan qilib, oshxonani tartibga keltiring. Bu yoki qaynoq suvda kuyish. Bolalarda kuyishlar tez-tez uchraydi. Bola qo'li yetmaydigan narsalarni olishga harakat qilishi mumkin. Yoki qaynab turgan ovqatni tortib olishi mumkin. Ovqat tayyorlayotganda yosh bolalarni olovga yaqinlashtirmang. Ularni oila a'zolaridan biriga topshiring yoki to'siq orqasiga qo'ying. Plitada turgan qozon quloqlari xavflidir. Qaynab turgan narsani qo'rqisdan to'kib yuborishi yoki qiziquvchan bolalar tomonidan tortib olishi mumkin. Ovqat pishirayotganda har doim qozon quloqlarini yon tomonga burab qo'ying. Bolani cho'milishidan oldin suv juda issiq emasligiga ishonch hosil qilish uchun haroratini tekshiring. Tokda kuyish. Kichkina bolalar elektr rozetkaga barmog'ini yoki metal buyumlarini tiqib ko'rishi natijasida jarohat olishi mumkin. Ishlatilmayotgan rozetkalarni yopib qo'ying. Kuchli shamoldan keyin qulagan elektr simlaridan ehtiyot bo'ling. Har doim elektr simi to'lqinli bo'lishi va zarba berishi mumkin. Uni olib tashlash uchun javobgar odamga xabar bering. Yong'inlar. Noto'g'ri ulanishdan gazning oqishi yoki tasodifan o'chirilmagan gaz plitasi tezda oshxonani yonuvchan gaz bilan to'ldirishi mumkin. Gugurtni yoqish portlashga olib kelishi mumkin. Gaz hidini sezsangiz, uni o'chiring. Eshik va derazalarni oching va bu hududni tark eting. Benzin quyayotganda mashinani ishlatib qo'yish kuchli tutunlarni tutashtirishi hamda yong'in chiqarishi mumkin. Avval motoringizni o'chiring va gaz quyayotganda hech qachon tamaki chekmang. Eslab qoling, kuyishning oldini olish mumkin. Atrofingizdagi yong'inlar va kuyib qolishlar qanday sodir bo'lishini bilib oling. Ularni oldini olish, o'zingizni, oilangizni xavfsiz saqlash uchun choralar ko'ring.